Assalomu alaykum hurmatli amnochilar. Namangan Yashil bozorida aylanishda davom etamiz. Bu yerda arzon velosipedlar bor ekan. Oldindan bir video rolik qilganmiz. Bu yerda rabochi, hammasi rabochi. Yangilar hep chiqmaydi hali yangilardan. Necha yoshdan boshlanadi? 3-4 yoshdan boshlanadi. 3-4 yoshdan. 3-4 yoshdan bu yog'i katta, 10 sinf, 11 sinf bolalar minsa bo'laveradigan velosipedlar bor. Bular narx-navo bilan tanishtirib o'tamiz. Akamiz telefon nomerini qo'yamiz, aloqaga chiqishaveradi o'zlari. Birinchi velosipeddan boshlaymiz, kichkina. Bu 12 lik razmeri. 12 lik razmer. Holat yaxshi. Ukrainskiy. Balonlarni ham ko'raverasizlar, yosh bola mingani yiqilib tushmaydigan balonlar qo'yib qo'yilgan. Bu yerda hammasida bor ekan. Bor. Nasoslar qancha? Nasoslar har xil aka, nasoslar. 35 ming aka. Orala 50 ming. Ora nasoslar 50 ming so'mdan. Bu 250 ming narxini. 250 ming so'm qilib beriladi. Birinchida turgan velosiped. Ozgina tushib beramiz. Ozgina kami bor, 250 ming so'mdan kami bor. Mabodo shu Namangan ichi telefon qilib, dastlab qilib beradi, shahar ichi bo'lsa dastlab qilib beradi. Dastlabki qilib berilaveradi. Shahar ichiga. Ikkinchisi unisi 14 razmerli bu. Undan kattarog'i, unisi 300 ming so'm. Ya ukrainskiy. 300 ming so'mga beriladi. 300 ming so'm, ha. Buni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Holati yaxshi. Pakrushkalar ham yangi qo'yilgan ekan. Pakrushkalar, uzun pakrushkasi ko'p yurmagan u velosiped. 300 ming so'mga beriladi. 300 ming so'm, ha. Ozmoq o'tib beraymi bundan, ozmoq. Keyingisi buni ham 14 razmeri bu ham. 14. Ekranda ko'rinib turgani bir boshdan aytib o'tib ketaveramiz. Bunisi qancha? Bu ham 300 ming so'm. Bunisi ham 300 ming so'm. Keyingisi bunisi 12 razmerli. Bu ham 250 ming. Birinchida ko'rsatganimizdan bir xil, rangi boshqacha. Rangi, ha. 250 ming so'm. Boshqa bermas, boshqacha. 250 ming so'mdan ham o'tib beramiz deb aytib o'tilyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Keyingisi bu 16 razmerli ular. 16 razmerdagi velosiped. Buni 300 ming qilib beradi bo'lishi, 300 ming. 300 ming so'm. Keyingisi ham bir xil ekan. Yo'q, bir xil. Ikkalasi 300 ming so'm. 300 ming so'm. Bunisi bolalar uchun, bunisi qizlar uchun. Rangi qizil. Keyingisi bu 20 lik razmerli. Bunisi 20. 20 lik, ha. Bularni 350 ming qilib beramiz. Bunisi 350 ming. Ikkalasi bir xil ekan, ha? Bunisi kattaroq. Bu katta kami. Razmer bir xil kami bu. Bundan o'rtasini ajratadi. Buni 400 mingga beramiz. Bunisi 350, bunisi 400 ming so'm. Bu katta velosiped. Keyingisi 10 ta skorostli bu. 10 ta skorostli. Amortizatorli. Narx qancha buni? 700 ming bo'ladi. 700 ming. 24 razmerli, razmeri. Beriladi. Razmeri 24 razmer. Bu yerda barcha velosipedlarga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Bunda kattalar ham bor, turi bor, har xil turi. Mana havo qanday uchun ham chiqmaydi u. Bor. Yomg'ir yog'ib turibdi. Hamma turidan bor velosipedlar. Aloqaga chiqsa kattalarga ham bor. Bor, ha. Telefon nomerlar 90 lik 887 5500 5500 raqamlariga telefon qilsanglar 250 ming so'mdan 750 ming dedik. 700 ming so'mgacha har xil velosipedlar bor ekan. Turidan bor. Kattalar uchun ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar.